Karina haqida xabar yo'q shekilli. Alo, shu yerdamisiz? Ha, shu yerdaman. Bir necha soniyaga g'oyib bo'ldim. G'oyib bo'ldingiz? Ha, shirali ovozing es-hushimdan ayirdi. Gapimga ishon. Qo'ng'irog'imni kutayotganmiding? Yo'q, unday emas. Shundaymi? Telefon chaqirib ulgurmasdan javob berding. Shunchaki telefon qo'limda edi, shuning uchun umuman olganda qo'ng'iroq bo'lgach javob beraman-da. To'yga rozi bo'lish uchun bir oy o'ylaganding shekilli. To'g'rimi? Uyalib tabassum qilganingda yanada chiroyli bo'lib ketasan. Qayerdan ko'ryapsiz? 20 kun senga dars berdim. Seni e'tiboring kitobda, meniki esa senda edi. Ishaningni juda yaxshi o'rganib oldim. Qachon kuladi? Qachon jahli chiqadi? Qachon xursand bo'ladi? Ba'zan yuzing kashmirlik bolalar kabi qizg'ish tus oladi. Hammasini bilaman. Chiroq, iltimos. Iltimos nima? Ha? Bo'ldi, buni unuting. Siz meni shu qadar yaxshi bilyapsiz. Men esa sizni butunlay bilmayman. Bilasizmi nimaga? Chunki diqqat e'tiborim kitobda bo'lgan, sizda emas. Shuning uchun bilmayman. Xohlasang bilib olasan. Bugun seni uchrashuvga taklif qilmoqchiman. Uchrashuvga? Bugunmi? Bugun iloji yo'q. Roza tutganman. Roza? Qanaqa roza? Jayparvati rozasi. Nima? Bu nima? Turmushga chiqmagan qizlar yaxshi umr yo'ldosh so'rab roza tutishadi. Meni uchratding-ku. Roza tutib nima qilasan? Salomatligingiz uchun. Ertaga rozani oxirgi kuni. Demak, bugungi ziyofat bekor qilinar ekanda. Ziyofat? Ha, Bostondan tanishlarim kelishgandi. Ularni mehmonga chaqirmoqchiman. Sen ham kelsang degandim. Ularga qaylig'im dunyodagi eng go'zal qizligini ko'rsatmoqchi edim. Iltimos, Ishani, kel. Jon deb borardim, lekin Tashvishlanma, spirtli ichimliklar bo'lmaydi. Kechki ovqatga esa maxsus tayyorlangan taom yeysan. mayli. Ziyofatga maxsus libos kiyish shart emasmi? Yo'q, albatta yo'q. Xohlagan ko'ylagingni kiysang bo'ladi. Ishonchim komil. Qanday libos kiyma, baribir go'zal ko'rinasan. Cinderellamni tungi soat 12 gacha uyiga olib borib qo'yaman. Mayli, boraman. Ushbu film Tarona Movie Telegram kanalidan yuklab olindi. Qiziq. Ishanini hamisha xursand ko'rishni xohlardim. Bugun u xursand, lekin negadir qo'rqyapman. Ishani Chiroq bilan chindan ham baxtli bo'la oladimi? Men sevaman. Uni yaxshi ko'raman. Unga ayt, uni sevaman. Chiroqning aytishicha Karina uni ta'qib qilayotgan ekan. Bu bir tomonlama muhabbatmish. Endi esa Chiroqqa po'pisa qilayotgan ekan. Agar unga uylanmasa, joniga qasd qilarmish. Amakim hayotiy tajribaga ega. U Chiroqni yaxshi deyapti. Ammo men nega shubhalanyapman? Ishanini yo'qotishni istamaganim uchunmi? Yo'q. Bunday o'ylashga haqqim yo'q. Unda ko'rganlarimni hammasi yolg'on ekanini nega qalbim tan olmayapti? Faqat bir yo'l bor. To'ygacha Chiroq haqidagi haqiqatni aniqlayman. Buning uchun Karina bilan uchrashishim kerak. Alo. Ha, kiravering. Hozir pastga tushaman. Keling, marhamat. Ro'yxat olib keldingiz? Ha. O'tiring. Oyi, ertaga ro'zani oxirgi kuni? Ha. Sen nega so'rayapsan? Faqat dunyoga kelmagan bolam uchun ro'za tutyapman deya ko'rma. Ey Xudoyim. Bu ro'za turmush o'rtog'i uchun tutiladi. Tug'ilajak farzand uchun emas. Ro'za tutish oson emas. 5 kun tutsiz ovqat yeyish, tunlarni bedor o'tkazish. Men uchun juda ham oson. Chunki shu kunlarda mevali parhezdaman.
Ajoyib. 3 kilogramm olma, 4 kilogramm banan. Ha, ko'rdim. 4 kilogramm deyapman-ku. Har kuni shularni yeganingdan keyin oson bo'ladi-da. Ishoniga sendvich, menga esa sulili bo'tqa olib kelsangiz. O'tir qizim. Oyi, faqat meva yeyman. Men ham ro'za tutganman bugun. Nega? Sen nega ro'za tutding? Oliyjanob umr yo'ldoshingni uchratgan bo'lsang, Bilaman, lekin Chirak oilamiz uchun shuncha yaxshilik qildi. Uni salomatligi va baxtli kelajagi uchun ro'za tutdim. kelajagi bor ekan. Unga sendek qiz nasib etdi. Ha, bugun hammasi risoladagidek. Ammo ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Ertani tashvishini hech kimi yo'q bechoralar qiladi. Men va dadang doim sen bilamiz va eng muhimi Chirak ham. Shunday ekan, bugun hammasi yaxshi. Ertaga bundan ham yaxshiroq bo'ladi. Senga biror yegulik keltiraman. Ha, o'zim qo'ng'iroq qilaman. Hey, Disha, bu yoqqa kel. Ha, bujon. Bugun ro'zani oxirgi kuni. Sen ham tutmaysanmi? Ro'za? Menmi? Buvi, ro'za tutsam, orzuyimdagi yigitni uchratamanmi? Nima? Ro'za tutsam, orzuyimdagi yigitni uchratamanmi deyapman. Ha, ro'za tutsang, Chirakdan ham yaxshiroq. Undan 10 chandon boyroq kuyov nasib etadi. Ro'za tutishni istardim, lekin buni eplolmayman. Chunki haligi Chirak va Ishaning to'yiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Tayyorgarlik Ranvirning yonida bo'lishimga bir bahona xolos. Qizim, tayyorgarlik o'z yo'liga, ammo ro'za tutsang, kelgusida senga boy va kelishgan yigit uchraydi. Kim bu? Kelishgan va badavlat. Tushundingmi? Qayerga qarayapsan, a? Ey Xudoyim. Sen ham shuni o'ylayapsanmi? Uniga doim xira pashshadek atrofimizda o'ralashib yurarkan. Ranvir, nega bir o'zing ishlayapsan? Dadam aytdi-ku, to'yni tashkillashtirishga men ham yordam beraman. Ha, Disha bilan maslahatlashib ishla. Opasini to'yi axir. Ranvir tashkillashtirish ishlarida band bo'lgani yaxshi. Chirak haqida surishtirishga vaqt topolmaydi. Ishanini qismatiga kambag'allik bitilgan ekan. Dishani boy va obro'li xonadonga uzataman. Marhamat, yuring. Disha. Senda gapim bor edi. Salom Disha. Qalaysan? Ruchika. Endi kelyapsanmi? Kech qolding. Bilaman. Meni kechir. Men salom Ruchika. Menga qara, yurt ishlik qilamiz. Kems Cornerda yangi kafe ochilibdi. O'sha yerga boramiz. Bizni Ranvirga eltib qo'yadi. Ko'chaga chiqmoqchi ekansan, nega meni uyingga chaqirding? Chunki uydagilarni ro'za haqidagi gaplarni eshitib zerikdim. Disha, men ham ro'za tutganman. Nima? Ro'za tutasanmi? Nimaga? Yaxshi umr yo'ldosh uchun. Ishaninnikidek hammani ham omada chopavermaydi. Unga Chirakdek yigit nasib etdi. Omadi qanday chopganini to'ydan keyin bilib oladi. Yaxshiroq tamaddixonaga borgim kelayotgandi. Hammasini barbod qilding. Menga qara. Ovqat haqida gapiraverma, qornim ochib ketyapti. Mayli, unda yuqoriga chiqib, u yoq bu yoqdan gaplashib o'tiramiz. Mayli, yur. Yur, Disha. Men ham borsam maylimi? Bir narsa so'ramoqchi edim. Ha? Bemalol, nima kerak edi? Menga chiroyli ko'ylak kerak edi. Milliy emas, ziyofat uchun. Zamonaviy ko'ylak kiysizmi? Zo'r-ku Ishani.
Chirak bilan uchrashuvga ketyapsanmi? Uchrashuv emas, bo'stonlik do'stlari bilan ziyofatga. Ha, yaxshi. Yuring. Naqadar ajoyib. Ajoyib, yur. Ovqat. Ovqat. Somsa. Rahmat Tangrim. Ovqat so'ragandim. Malikani hadya etding. Qoch. Pratik, nima qilyapsan? Bugun men ham boshqalar kabi ovqat yemagandim. Kutilmaganda ovqat hidini sezib shu tomonga kelayotgandim. Ruchika bilan urinib ketdim. Dugonalar birga ekanmi? Salom Ruchika. Salom. Afsus, Papu amaki pishirgan qaynoqqina mazali somsalardan qurib qoldingizda. Shunaqa ham shirin ekan. Hazillashdim. Ichkariga kiringlar. Birgalikda zo'r reja tuzamiz. Ertaga kechki payt ziyofat uyushtiramiz. Ziyofat emas, ibodat marosimi. U ham bir bayramda. Iltimos, rejalaringizni o'zingiz tuzsangiz. Yuring, ko'ylaklarimni ko'rsataman. Somsa yegim kelyapti. Nega xafa bo'lyapsan? Yur men bilan. Bilasan, Ruchika, somsa tugab qolgandi. Endi nima qilamiz? Balki tamaddixonaga borib somsa yurtirarmiz. Divosh! Men ortiq chida olmayman. Divosh, hozir ovqat yemasam hushimdan ketib qolaman. Yo'q, hushingdan ketma. Senga limon sharbati keltiraman. Xo'pmi? Ozgina sabr qil, Ruchika, yig'lama. Dada, bu yoqqa keling. Nima? Kiring. Ruchika bilan o'tirib turing. Unga biror sharbat tayyorlab kelaman. Hey, nega men? Menga qara, yig'lama. To'y bo'ladigan uyda yig'lashmaydi. Nima qilay? Ko'z yoshim to'xtamayapti. Yaxshi narsalar haqida o'yla, kulgili voqealarni esla, latifalarni. Kulgili nima? Masalan, Chentali xolang raqsga tushayotganini tasavvur qil. Senga aytsam, u raqsga tushishni ham bilmaydi. Agar raqsga tushsa, yiqilib ketayotganga o'xshaydi. Tasavvur qilyapsanmi? Nitesh? Nitesh! Chetu! Noto'g'ri xayolga boryapsan, Chetu. Ha, ammo aniq ko'ryapman. Bugun ishga bormay uyda qolaman, seni mevalar bilan siylayman degan kim edi? Bu nima o'tirish bo'ldi? Chetu, men haligi Chetu, quloq sol. G'azabdaman. Chetu, g'azablanma. Chetu, yana bir tarsaki tushir, lekin gapimni eshit. Chetu, meni noto'g'ri tushunma, Chetu. Ketma, Chetu. Sensiz ahvolim nima kechadi? Ishani. Nima bo'ldi? Nega meni chaqirganding? Ko'rinishim qalay? Gapirsang-chi, ko'rinishim qalay? Nega jimsan? Masxarabozning o'zginasisan. Bu ko'ylak menga yarashmasligini bilardim. Yo'q, yaxshi. Taomilga to'g'ri keladi. Bu ko'ylakda ibodatxonaga borishing mumkin. Yaramassan, Ranvir. Meni tanqid qilsang qil, lekin nega mazax qilyapsan? Bilasanmi, o'zim ahmoqman. Sendan fikringni so'rab o'tiribman. Xafa bo'lma. Qayerga ketyapsan o'zi? Chirakning uyida ziyofat bo'lar ekan. Bostondan do'stlar kelishibdi. Meni ham chaqirganda. Ko'ylakni Dishadan oldim. Menga yarashsa kerak deb o'ylagandim, lekin buni aksi bo'lib chiqdi. Endi nima kiyaman? Ziyofatga borgim kelmayotgandi o'zi. Sen shunchalar mazax qilgan bo'lsang, ularni gapirmasa ham bo'ladi. Yo'q, hazillashgandim. Nima? Ha, ko'rinishing ajoyib. Qanchalar yaramassan, Ranvir. Unda nega meni masxaraboz deding? Sen qayda-yu, Chirak qayda? Chirak nima ko'ylak kiysam ham yarashibdi degan bo'lardi.
Senchi? Sen. Meni kechir. Quloqimni ushlab uzr so'raymi? Yo'q, hammasi joyida. Rost. Juda chiroylisan. Aslida seni ko'rib lol bo'lib qoldim. Bunaqa ko'ylakda sira ko'rmaganim uchun bo'lsa kerak. Maftunkorsan. Rostdanmi? Chirak bilan birinchi uchrashuvimiz. U yerda do'stlari ham bo'ladi. Uni xafa qilmaslik uchun zamonaviy ko'ylak tanlagandim. Disha ziyofatga milliy libosda borgan qizlar juda zerikarli bo'lib ko'rinishadi degandi. Shuning uchun Tinchlan. Ko'ylaging juda yarashibdi. Juda maftunkorsan. Bir gap so'rasam maylimi? Amakim va xonim senga ruxsat berishdimi? ha, Chirak ulardan ruxsat olganini aytdi. Chirak Ishanining soddaligidan foydalanyapti. Yaxshilikka bo'lsin-da. To'ydan oldin do'stlar bilan ziyofat. Bilmayman. Ishanini yolg'iz yubormasammikin? Yur, seni eltib qo'yaman. Yo'q, hammasi joyida. Chirak mashina yuborgan. U idoradan to'g'ri ziyofatga o'tarkan, shunga mashina yuboribdi. Ranvir, sizni xonim chaqiryapti. Bo'pti, men ketdim. Kech qolyapman. Ko'rishguncha. Nega turibsan? Bor, buvim chaqiribdi. Shoshma, Ishani. Biror nima kerak bo'lsa, menga qo'ng'iroq qil. Bugun menga keraging bo'lmaydi. Chirak yonimda bo'ladi. Xavotir olma. Gullar, taomlar, uy bezaklari, musiqa. Onangga o'xshab seni ham qulog'ing og'irroqmi deyman-a? Qaynoq yog' bilan yuvib tashla. Keyingi safar chaqirganimda bir zumda shu yerda bo'lgin, tushundingmi? Buvi, nimaga chaqirgandingiz, shuni ayting. Ey, super qahramon Ranbir Kapur. Hoziroq Disha bilan Chirakni uyiga borishing kerak. Disha to'y uchun tayyorlangan ro'yxatni uni onasi bilan maslahatlashib keladi. Agar bu esidan chiqarsa, o'zing eslatib qo'y. Chirakni libosi va uzugini o'lchamini olsin. Kelishgan badavlat kuyovimizga g'amxo'rlik qilamiz-da. To'g'rimi, qizim? Ha, buvi, to'g'ri aytdingiz. Ketsak bo'ladimi? Ha, albatta, tezroq bor. To'y ham tezroq o'tsin deyman-da. Ey xudoyim, o'sha kun qachon keladi? Ishanidan ham ko'proq meni hayajon bosyaptimi? Ey bola, nimani kutib turibsan? Bor, mashinani hozirla. Shoshma. Hammasini aytganimdek bajar. O'zingcha aqllilik qilma. Disha, unga ko'z quloq bo'l. U ba'zan kimligini unutib qo'yadi va boshqalarning ishiga burnini suqadi. To'yda muammo chiqmasligi kerak. Ketishimga ruxsat bersangiz, unga ko'z quloq bo'laman-da, buvi. Xayr. To'y emas, bu mag'lubiyat. Marhamat xonim, kiravering. Ey, go'zal. Qoyil. Ko'rinishingga gap yo'q. Rostini aytsam, avvaliga seni tanimadim.
shunday ajoyib oqshomda osmondan uyimga maftunkor farishta tushdi deb o'yladim. Qo'y azizam, uyalmasangchi. Maftunkor va latofatlisan. Gapimga ishonaver. Bugun ziyofatda do'stlarim menga hasad qilishadi. Ushbu film Tarona Movie Telegram kanalidan yuklab olindi. Yur. Xonamga kiramiz. Yo'q, rahmat. Shu yerda kutaman. Nima bo'ldi? Kimni qidiryapsan? Uyda hech kim yo'q. Faqat men va sen.